Ögen daryosi, Küsen daryosi deb atiladi. Tarım daryosining tarmoq yaqinlarining biri. U Tangirtog'ning janubiy etikidan boshlanib, necha ming yillardan buyon uzilmay eqib, ikki qirg'oqdagi nurg'un hayotlikqa hayotiy kuch ato qilib keldi. O'rkashlab eqiyotgan daryo nada bo'lsa, shu yerda xushallik bo'ladi. Shu yerda uchtirishadigan kechik bo'ladi. Küsen qadimiy kechki joylashgan Ögen daryosi ko'chadagi yangi shahar bilan Ko'ni shahrining o'tmishi va bugunini tutashtirib turadi. Küsen qadimiy kechki ko'chadagi Ko'ni shahrining belgisi. Shundaqla Küsenning necha ming yillik sholliq tarixining shohidi hisoblanadi. Ilgirki g'arbiy yurtdagi qadimiy baglik Ipak yo'lining muhim tuguni bo'lib, azaldan qaynam toshqinlikqa cho'mgan ko'rinishlar bilan to'lgan. Har tarafdan kelgan savdogarlar bilan savdo va turmushi jonlangan. Sharqiy Xon sulolasi davrida Küsenda g'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasi ta'sis qilingan. Savdo karvoni Ipak yo'li madaniyati bu yerning gullangan obod manzarasini davomlashtirib kelgan. Her bazar kuni shu joydagi puhralar yig'ilib, an'anaviy usul bo'yicha savdo seti qilib, o'zaro o'tni yerim qilishib, fikr almashtiradi. To'xti bilan Zeviram bir-birini yaxshi ko'rdi. Bugun ularga choy ishkizildigan kun. Şoň ular to'yga lozimlik narsalarni setilish uchun qadimiy kechki bozorga keldi. Burun to'g'an bemel doğan kim to'y to'qladim. Ular to'y qilmas deb shunday. Öyle kilim var. Allah yakınlık kılardan teşekkür şu. Keyinchimdan shu kuzlikka şeyler do'kon ochamiz. Huchan ayisi Chiman bozori Dabos kenti Küsen qadimiy kechkining to'van yaqiniga 30 kilometr qolgan yerga joylashgan. Daryo keng ham go'zal bo'lib, tug'um umidvar ochiq yo'riq Uyg'ur kent aholisi mush yerga o'ltiraqlashgan. Ayağın malımız mı? Ayağın almışlar. Masaj qilgan da. Kalksan kaldan çıktı. Masajın alışı. Uzaklıktan için simiz değil mi? Kanıma kızıl şahi kanımanın bağlayıqa. Kızıl şahi var. Röşk. Ko'ngil qo'yib tanlab chiqilgan to'yliqlar qarmoqqa oddiyda qilg'ini bilan kundalik turmushdagi barliq lozimatliklarni o'z ichiga olgan bo'lib, yigit tarafning qizga bo'lgan samimiy ko'ngliga vakillik qiladi. To'xtining qarashicha, boshqalarning ming jafoda cho'ng qilgan qizini elib kelish uchun qanchalik narsa ba'zi arziydi. Kulak kanturda. Maşur çıkarsın da. Ay, maşa çıkarsın. İki ayılının arlıqı 500 metrega yetmasimi, To'xti so'ygan odamini qadr qimmati bilan ep kelishni shu orqali bo'lg'usi ayoli Zeviram oilasiga bo'lgan hurmatini ifodalashni umid qiladi. Uyg'urlarning odati bo'yicha bir oila kishilarning xushalliqi butun kanatdagilarning xushalliqi.
To'xti bilan Zeviramga choy ishkizildiganligini bilgandan keyin kentdagilar bas-basti kelib baxt tilashdi. Zeviram oilasidagilar o'rib-odat bo'yicha uyda ziyofat tayyorlab, baxt tilab kelgan barliq kent aholilarini kutib oldi. Biz şu endi şu özümüzün yesidan özümüzün uydachu bir restoran qilmoqchi edik. Onda qilsa yoqi to'y qilg'uchilarmi bek avarchilik. Bulubmu to'y bo'layotganlar uchun texima endi bek charchab ketdi. Şo'nandan keyin kollektiv to'y tuzilmasam Marigül Uyg'ur Zeviramning savag'dishi. Kichigidilla naqshi usulga mohir Marigül hozir Kucha Kusan naqshi usul o'migining asosli usul rejissyori. Yaqindan buyon u izchil Kusan tam rasmlarini xom material qilgan Kusan muzikalik usulni repetitsiya qilyapti. 跳那个秋色舞特别难，委外舞蹈就是我们从小长大就是跳上那个舞嘛，就我们已经习惯了，身体也习惯了。就是秋色舞就是全都3到2嘛，就手在那边，屁股在那边，脚在那边那样子，就是那个动作就我们就不习惯。 Kusan naqshi usul o'migidagilar har haftada nahiya aholisiga tushmaydan o'yin qo'yib berdi. Bu Marigülning ijodiyatiga texim yuqori talab qo'ydi. Konisni uzluksiz yanglab, kishilarning texim yuqori zo'q elish uchun bu usulchilar bilan har kuni jaboliq mashq qiladi. Mashq oralig'ida saboqdashi Zeviramdan to'y kuni kelib usul o'ynab berishni umid qilgan mazmunda uchur keldi. Marigül intayin xushal bo'ldi. Uning uchun bu Kusan muzikalik usulni namoyon qiladigan eng yaxshi so'rin edi. 我就希望就是很多人了解这个秋思乐舞，库车就是以前就是那秋思购地嘛，就很多人知道这是秋思舞，就是我们本地的舞蹈那样感觉。 Kusan naqshi usullari bilan mashhur bo'lib kelmoqda. U necha ming yil burungi Kusan rayoni, ya'ni bugungi Kucha, Shayar, Bay qatorliq joylarni manba qilgan. Ayni chog'da bu yerda Budda dini avj olgan. Naqshi bilan qalb sirini, usul bilan hissiyotni ifodalash Kusandagi har qaysi millatlarning tipik aloyidligi bo'lib qolgan. Kusan naqshi usullari o'zgacha bo'lib, mazmuni ko'pincha turmush va e'tiqod bilan munosabatli. Kusan naqsh usullari keyin o'ttir tuzlanlikcha tarqalib, Jungu muzikasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Hozir O'gan daryosining to'van iqimi qurib ketgan bo'lib, daryo suvi Tarim daryosi quyilmaydi. Islom diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlar Budda dini bilan chambarchas bog'langan Kusan naqsh usullarini asosan tushunmaydi. Marigülning tirishchiligi bilan kishilar qadimiy Kusan to'g'riliq ozroq tushunchaga ega bo'lib qolsa ajab emas. Tam rasmdagi badan qiyofati ko'rkam, nozik va kelishgan o'r parilardagi tugumas sehri kuch Marigülni jalb qilmoqda. U Qizilming uyga qancha qitim kelganligini o'zimi aytib beramaydi. Har qitim g'arga kirganda xuddi bir dasta nur yo'ritib turgandek bilinadi. Jonliq tom rasmlari va chang to'zon qoplab ketgan tarix.
uning kusan naqshi usullarini ijod qilishiga o'xshash bo'lmagan ilhom ato qilgan. Qadimiy kusanga bo'lgan cheksiz hurmatdan Marigul uningmi O'gan daryo suvi zaminiga singib ketgandek o'z asarlariga singib ketishni orzu qiladi.在我们秋实壁画中的造型，它是一个飞天，它是以一男一女的方式出现那男的拿个琵琶，女的就是拿着伞花，这些道具啊，服饰。我们就是看了画就不知道什么意思，他们了解的比我们很多的，就跟他当朋友以后，就是有事叫他，就我那个看画里面的故事呀，或者什么什么给我解释。梁冠松fujanlik Shamin universitetining moybo'yoq rasm kasbini bitirgan. Tunji qitim Qizil Ming uyga kelganda g'ordagi tom rasmlarining nafsligidan hong-tong qolgan. Parilarning arish o'rdisidagi naqshi usul o'ynayotgan holati to'limi nafis, jalbkor bo'lib, odamning aqlini lol qilatdi. 第一次来新疆是2010年来的，一走进洞窟，四面八方都是壁画围绕着你的时候。对那种造型、颜色、线条，就这种感染力，就让你心潮澎湃，很震撼，非常震撼。Liangwansong universitetni bitkizgandan keyin u bir xil kuchli g'oyaning turtkisida Sharqiy Janub dengiz yoqisidagi Fujian o'lkasining Shamindan bevosita g'arbiy shimoldagi Xinjiangning Kuchan noyisiga keldi. 咱们现在临这个洞窟这个壁画呀，除了就是对它原状现状的临摹之外，还得体会一下它这个背后的这个历史背景。u bu yerda qilib Xinjiang Kusan madaniyat tadqiqot yurti go'zal san'at o'rnida tom rasmlarining tahliliy rasmlarini sizish bilan shug'ullanishni tanladi. Har kuni tom rasmlarga qarab, o'z qalami bilan ularni aynan sizib chiqishga tirishdi. Mushu tariqada ko'zni yumib ochguncha 5 yil o'tdi. Liangwansong Qizil Ming uydan eng cho'ng xushallik topdi. 其实你并不会感到孤独的，每天都是新的一天，因为我有我的想要的事业在这里。This one is a 5-stringed pipa. In the Tang Dynasty, the king sent the 5-stringed pipa to the Japan. The only 5-stringed pipa now in the Japan. Marigul g'orga kelganda har qatim Liangwansongni tom rasmlariga aloqador mazmunlarni so'zlab berishga taklif qiladi. 活动全都是手上有琵琶，我就知道了啊，这琵琶是最重要的一个乐器，我就搞那个琵琶，就做了这个琵琶舞。最主要我们讨论的点还是在如何把壁画东西古为今用的一个过程。他们在舞蹈上是如何借鉴的？其实这一点观念对我们画画上的借鉴帮助也是非常大的。这个琵琶动作就如何转换在舞台，我一个画画的人还是没有这个经验，能稍微演示一下吗？演示一下，我就做了这个动作呀，或者是这个动作呀，就全是做琵琶的嘛，我就做的那些动作都改了一个舞蹈。G'or ichida ishlaganda kelishmas kelmaydi degili bo'lmaydi. Shunga g'orda tom rasmlar sizganda tinch amonlik tilash kerak. Kusan Ming uylari ichida eng cho'ngi Qizil Ming uy bo'lib, Tangirtog'ning janubidagi 40 metr egizlikdagi tik yarg'i qizilgan. Kaynida tog', oldida daryo bor. Jilg'a ostida Torim daryosi quyildigan O'gan daryosi bor. Qizil tog' bilan daryo quyosh nuri ostida xuddi yolqinjab turgan mash'alga o'xshaydi. 在古代又是这么好的一个地流，就是一个交通的要道，所以它的壁画显得很多极化，各个地方的文化它都能吸收到一起。它有就是受希腊的造型艺术的影响，那也有受到波斯的影响，
它有回鹘的影响，有这么多种风格还能融合到一起，这是件非常了不起的事情。 Qor suyi Tangirtog'ning g'arbidan tövanga shiddat bilan eqib, Kuchaz zaminini sug'urib, ming yillik Ipak yo'li madaniyatini yaratgan. Subash qadimiy shahri, Qizil Qog'i turi, Qizil Ming'uy qatorliqlarda bir necha xil madaniyatning dastlabki holati saqlangan bo'lib, buningdan dunyo bo'yicha o'zgacha Kusan madaniyati vujudga kelgan. 171洞窟光那个半圆，我已经画了1年了，那可能今年要给它完成掉，就是也是要加班加点的把它完成掉。在我认为，是我来临摹壁画是向古代壁画学习，坐在那个架子上，脑袋里想的东西啊，更多是怎么来画这个东西。进入怎么画的这个状态以后呢，就会开始想，哎，古代人为什么要这样画？ 10 yildimi sizib tugatkili bo'lmaydigan tom rasmlari. G'or ichida tom rasmlarini tahlil qilib sizish jaboli xizmat bo'lib, nihoyatda zo'r savrchanlik va kasbiy sapo talab qiladi. Liangguansoning bir qadimiy g'ordagi rasmlarni tahliliy sizish uchun 1 yildan ko'proq vaqt ketadi. Qizilming uyda jami 236 g'or bo'lib, bir umr to'xtamay sizsimi tugatilmaydi. 我觉得秋实这个地方还是非常值得我 留恋那个地方，它能给我很多营养的地方，没有想着以后就何去何从的问题。 Ipak yo'lining bo'g'ziga joylashgan Kusan, Budda dinining sharqqa tarqalib Jungoga kirishidagi muhim eg'iz. Shundaqla sharq bilan g'arbning madaniyat almashtirishidagi oldingi o'rin. Kusan madaniyatiga o'zini beg'ishtirgan Liangguanson bilan Marigulni taqdir qismat g'orda uchrashtirdi. Amaliyotda uzunga so'zilgan Ipak yo'li qadimiy madaniyat hammani o'ziga jalb qilgudek darajada edi. Buzilib ketgan bu qimmatli tom rasmlarni qo'g'dash uchun necha avlod madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash xizmatchilari yil bo'yi g'orda makonlashib, 1000 yil burungi Kusanni asli keltirish uchun qayta tirishchanlik ko'rsatmoqda. Yemey Şinjan Kusan madaniyat tadqiqot yurti madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash o'rnining boshlig'i. Uning 1000 uylarni qo'g'dash, ko'ngil qo'yib asli keltirish uchun armay talmay ishlayotganiga to'p-to'g'ri 20 yil bo'ldi. 好像上面的颜色更接近一点啊，和砂岩体，像这个水泥开裂的都去掉。就是放多一点沙子，可能更自然啊。Yemey har yili 8 oy vaqtni mush yerda o'tkazadi. Bugun Yemeyning o'g'li Nionio 800 kilometr yiroqlikdagi Urumchidan onasi bilan jam bo'g'ili keldi. Ona bola ikkisining ko'rishmaganiga 3 oy bo'lgan edi. 放暑假了，对这个秋瓷文化可能受我的影响吧，非常感兴趣，很喜欢这里。他有时会拿上书在下面看书，然后看我们修复，他觉得很有意义。我也利用这个机会多跟他在一块儿，因为每年夏天回去的时间很少。 O'g'lining ming uyga qiziqishi Yemeyni nihoyat xushal qiladi. O'zi qilib bo'lolmagan ishlarni o'g'lining davomlashtiradiganligidan so'yinadi. Qizil Ming uyda hozir 236 g'or bo'lib, saqlanib qolgan tom rasmlarning ko'lami 10 ming kvadrat metrdan oshadi. U Jungodagi eng baldir qizilgan, eng g'arbga joylashgan cho'ng tipdagi Ming uy. Amaliyotda bu tamomlash tas xizmat bo'lib, necha avlod ishlarning davomlashtirishiga muhtoj. Daryo iqilla kishilarga uzluksiz ma'naviy oziq berib kelyapti. Kusan ilohlar jam bo'lgan joy. Muzikalik usul dal kishilarning
xushalliqini ifodalash shakli. Marigul har qitim Qizil Mung uydan qaytib kelganda usul harakatiga yangi mazmun qo'shdi. To'xti bilan Zeviramning to'y kuni yaqinlab qoldi. Marigulmo Kusan usulini namoyon qiladigan bu kunning tezroq yetib kelishini taqozolik bilan kutib o'tadi. Bugun To'xti bilan Zeviram kelish vaqtini bo'yicha o'zlariga tonish bo'lgan O'gan daryosi bo'yiga keldi. Qiz atiyatliq bo'ladi. U bu daryoda cho'milib balaliq vaqtlarini eslamoqchi. Bu daryodan onaning qaysarligiga erishmoqchi bo'lib o'tadi. Kichigimizni daryoga suv tushib qolishdi. Daryoning atrofidagi manzaralarni bek chiroyli. Unoskamning cho'ng dadamning daryo o'ydi burun. Bek chiroyli bog'lari bor-ku. Shu vaqtda masalan kichigimizni daryoga bek ko'p berib o'ynab cho'ng'og'anmiz. Uyg'urlarning an'anaviy to'y-to'kin odati bo'yicha kun chiqishdan burun bir-birini umrlik hamroh qilib tanlagan bir juft yoshning nikohi o'qiladi. Imom To'xti bilan Zeviramga tuz suyiga chilg'an nonni berib, ularning turmushiga baxt tiladi. Katta marikaga qatnashgan kent aholisi ularga baxt tiladi. E'tiqod va madaniyat o'xshamaydigan bo'lg'achqa Uyg'urlar to'yda o'z millatining usulini o'ynaydi.我就想就是人家都了解我们的舞蹈，把这个秋式舞蹈跳一下试一试，看那个老百姓的什么样子感觉。从来没有跳过嘛，就是没有一个人就那样跳过的，集体也没有跳过，独舞也没有跳过。 Küsen usulüdür, pipa usulü. Hadi huzura madboğay. Bugün Marigul Budda dini zamanidagi Kusan usulini Uyg'urlarning to'y marosimida o'ynab berdi. Bundaq ko'p manbalik madaniyatning o'yin shaklida to'y marosimidagi rasmiy so'rinda o'tirib chiqishi necha yuz yildan buyongi tunji qitimliq ish. 上台前我就一点怎么样，就上了台看到那个啥老百姓的表情，我就放松了。我看人家就是他们也很高兴的，看那舞蹈他们也很有意思。 Hozir usulumuzdan farqlanib turgan usul o'yinlarım esimda bor. Usulni yaxshi o'ynash, hammalar yaxshi deyoni yaxshi. Nurg'un yil ilgari bu yerdagi kishilar boshqa ilohga e'tiqod qilgan. Kusan musiqalik usuli asta-asta ularning turmushidan g'oyib bo'lishga boshlagan. Budda dinida naqsh usul dilni yumshatadi. Yumshagan dillar xushalliqni texmi o'ngay his qila oladi, deydigan qarash bor. 衣服上或者音乐上，还有那个动作，有一些动作是跛脚的嘛。现在我们就想通了，就
全都是我们自己的舞蹈，这就是文化，我们应该要跳。 Marigulning qarashicha, odamning ko'nglini raishlikqa ega qilgan kusan muzikalik usuli amaliyotda dindan xoli bo'lib, u ming yillar davomida tabiiy paydo bo'lgan ham barliq kusanliklar tushunadigan madaniyat. Klassik narsalar azaldan g'oyib bo'lgan emas. Ming uylardagi tom rasmlarmi muzikalik ritm ichida davomlashib kelgan. Marigul ijodiyatini davomlashtirmoqda. U o'zimiz sezmagan holda kusan tarixini bir-biriga ulamoqda. 我就希望他要多一些了解，那里面还有什么我们不知道的故事呀，就做一个最好一个创造。 O'zimiz turayotgan joyning amaliyotda bizga eng yaqin yulduz ekanligini azaldan bayqab baxmadik. Kusanning ayvatlik sayfisi dal daryo iqinlarning uzluksiz qo'shilib zo'rayishining haqiqiy siridir.